o'quvchilarda mustaqil fikrlashni targ'ib ettirish. Mavzumizni avvalo rejalarga bo'lib olamiz. Birinchi rejamiz izlanish metodlari orqali mustaqil fikrlashni shakllantirish. Ikkinchi rejamiz loyihaviy faoliyat orqali mustaqil fikrlashni shakllantirish. Uchinchi rejamiz laboratoriya va amaliy eksperimentlar bilan mustaqil fikrlashni rag'batlantirish. Birinchi rejamiz izlanish metodlari orqali mustaqil fikrlashni shakllantirish. Izlanish metodlari orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish uchun savol va gipoteza ishlab chiqish, eksperiment va maydon ishlarini rejalashtirish, ma'lumot to'plash, tahlil va grafiklash, muammoni hal qilishga yo'naltirilgan loyiha va muammo asosida o'qitish topshiriqlari. Refleksiya, muhokama va tengdoshlar baholash orqali metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish. Baholashda portfolio va kriteriyalarga asoslangan rubrikalardan foydalanish zarur. Keyingisi loyihaviy faoliyat orqali mustaqil fikrlashni shakllantirish. O'quvchilarga biologik muammolarni aniqlash va tadqiqot savollarini ishlab chiqish, gipoteza tuzish, eksperiment rejasini yaratish, ma'lumot to'plash imkonini berish. Guruhlarda rol taqsimoti mustaqil qaror qabul qilishni oshiradi. Natijalarni tahlil qilish, grafik va xulosalarni shakllantirish hamda taqdimot orqali fikrlarni himoya qilish ko'nikmalarini shakllantirish. O'qituvchi yo'l-yo'riq beradi. Baholash mezonlari va refleksiya mustaqil fikrni mustahkamlaydi. Laboratoriya va amaliy eksperimentlar o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rag'batlantirish uchun quyidagi usullar samarali: muammoga yo'naltirilgan vazifalar, gipoteza tuzish va testlash, eksperiment dizayni, natijalarni tahlil qilish, xatoliklarni aniqlash va tuzatish, jamoaviy muhokama orqali fikr almashish. Baholash mezonlari, ekspertiza, refleksiya daftarchalari, protsedura va xulosalar asosida baholash, xavfsizlik va etik qoidalarini o'rgatish mustaqil ishlashni barqaror qiladi. Muammo asosidagi o'qitish. Biologiyada tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Muammo asosidagi o'qitish biologiyada tanqidiy fikrlarni quyidagicha rivojlantiradi: real hayotga oid biologik muammolarni aniqlash, tahlil qilish, gipoteza qo'yish va tadqiqot savollarini shakllantirish. Eksperiment va model tuzish, ma'lumotlarni yig'ish, metakognitiv refleksiya va bilim yangi vaziyatlarda qo'llash. Natija mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish ko'nikmalari va ilmiy argumentatsiyani kuchayishiga olib keladi. Keyingisi savol-javob va Sokrat usuli orqali mustaqil fikrlashni mustahkamlash. O'qituvchi ochiq tipdagi savollar orqali biologik maslahatlarni tahlilga yo'naltiradi. Sokrat metodida ketma-ket savollar bilan taxminan sinovdan o'tkaziladi. Dalillarga asoslangan izohlar, qarama-qarshi fikrlar muhokama qilinadi va xulosa chiqarish rag'batlantiriladi. Talabalar metakognitiv refleksiya, o'zaro baholash va kichik guruhlarda eksperimental dalillarni taqdim etish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantiradilar. Interaktiv darslar o'quvchilarda mustaqil fikrlashni qo'llab-quvvatlaydi. Muammo yechishga asoslangan vazifalar, so'roq va eksperimentlar, kichik guruh muhokamalari va rolli o'yinlar, reflektiv jurnal va o'z-o'zini baholash uchun rubrikalar, loyihalarga asoslangan o'qitish. Har bir metodda formativ baholash va maqsadli qayta aloqa qo'shilganda o'quvchilar mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Biologik tadqiqot metodologiyasini o'rgatish orqali mustaqil fikrlashni oshirish. Biologik tadqiqot metodologiyasini o'rgatish o'quvchilarga ilmiy savollarni shakllantirish, gipoteza tuzish va eksperiment rejasini ishlab chiqishni o'rgatadi. Amaliy laboratoriya ishlarida mustaqil kuzatuv, ma'lumot yig'ish va statistik tahlil ko'nikmalarini rivojlantiradi. Kritik fikrlash va natijalarni interpretatsiya qilish orqali dalillarga asoslangan xulosalar chiqarish rag'batlantiriladi. Ilmiy, axloq va manba tekshiruvi mustahkamlanadi. Loyihaviy ishlar o'quvchining
mustaqillararo mas'uliyatini oshiradi. Rivojlantiruvchi baholash va o'zini o'lchash texnikalari biologiyani o'qitishda mustaqil fikrlashni shakllantirish uchun diagnostik testlar, formativ viktorinalar va chiqish varaqalari bilan darhol fikr, mulohaza, rubrikalar va mezonli baholash orqali aniq mezonlar, o'zini o'lchash va reflektiv jurnallar yordamida metakognitiv ongni oshirish, o'quv portfeli va konspekt maps bilan bilimning strukturaviy ko'rinishi, tengdoshlararo baholash orqali tahliliy fikrni rivojlantirish, o'quvchilarning mustaqil problemalarga yondashuvini mustahkamlaydi. Xulosa qilib aytganda, biologiyani o'qitish jarayonida o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayon nafaqat biologik bilimlarni chuqur o'zlashtirishga, balki o'quvchilarning tahliliy fikrlashi, muammolarni mustaqil hal qila olishi va hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mustaqil fikrlashni tarkib toptirish uchun interfaol metodlardan foydalanish, tajriba va kuzatuvlarga asoslangan topshiriqlarni qo'llash, ilmiy izlanish ruhida tashkil etilgan mashg'ulotlarni yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Natijada biologiya darslari o'quvchini faqat tayyor ma'lumotni qabul qiluvchi emas, balki izlanishga, savol berishga, tahlil qilishga va xulosa chiqarishga intiladigan faol shaxs sifatida tarbiyalaydi. Bu esa uning kelajak kasbiy faoliyati va shaxsiy hayotida muvaffaqiyatli bo'lishiga zamin yaratadi. Shunday qilib, biologiya o'qitishda mustaqil fikrni rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshiruvchi, o'quvchini ijodkor va tashabbuskor shaxsga aylantiruvchi eng